Qadrli do'stlar, Oqariqda mana Qirg'iz mahalladan kirganimizda 2 sotikli uyimiz sotuvga chiqyapti. 3 xona uyi bor. 2 sotik. Suv kirgan. Hop, elektr montajlari qilingan. Ichkarida tok hali olib kirilmagan. Kirganimizda birinchi xona 7 metrli xona. Mana bitta hop, bag'da ikkita 3,5 ga 6. Uzunasiga mana 6, eniga 3,5. Ikkita xona bag'da. Hop, shuvoqlarini qilib aynilar o'rnatib qo'yilgan. Romlari, darvozaxona. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Oqariqda Qirg'iz mahallasining ichida 2 sotikli xonadon.